Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Elite Game Zone ochilish mavzusida qarab turibmiz. Bu yerda qilgan ishlarni sanab o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizlar kamera, konditsionerlar, televizorlar, pajari signalizatsiyalar va lokal tarmoqlarni, internetlarni polniy ustanov qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Kamera Samarqand Izigo elektronik jamoasiga murojaat qilasizlar. Aka, sizga bizning xizmatimiz ma'qul bo'ldimi? Sizni xizmatingiz bizga ma'qul degan gapni o'zi noto'g'ri. Sizlarning xizmatlaringiz absolyutno zo'r. Sizlardan men necha yildan beri mana xizmatlaringizdan foydalanaman. 20 ga 7 postoyanno uyga ham mana uylarimizni, hovlilarimizni, boshqa joylarimizni, mana bu joylarimizni ham mana polniy kamera, bezopasniy, pajarni hamma xizmatlarini qilib berdilaringiz. Endi men narx masalasini aytmay, o'zi mana boshqa viloyatlarda ham misol uchun biz do'konlar ochyapmiz, yo'qdagi joylardan foydalanmayapmiz. Sizlarni o'zlaringiz jo'natyapmiz. Chunki narxlaringiz, ishlaringiz, любой vaqt telefon qilsa laba degan javoblaringiz bizga juda yoqqanligi uchun bu narsani biz sizlarga topshiryapmiz. Men bu narsadan juda xursandman va hammaga tavsiya beraman. Bular haqiqatan ham nomlari bilan nomeradini zo'ri mana shular Samarqand bo'yicha. Men barcha xizmatlarimni sizlarga ishonib topshirganman. Rahmat sizlarga yana bir bor. Aka, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat.